Maftunkor va betakror tabiatda moziydan so'z ochuvchi manzillari qolaversa, o'zgacha ta'mga ega taomlar bilan mashhur Jizzax viloyati bugun har qanday sayyohni o'ziga rom etmasdan qolmaydi. To'g'risi ham da hududda Nurota, Turkiston va Morguzar tog' tizmalari, Haydar Arnasoy ko'l kengliklari, Qizilqum cho'li ham mavjud. Bu jihatlar viloyatning ekoturizm salohiyati xilma-xilligini ko'rsatib bersa, Jizzax somsasi, Zomin patiri va tandiri, Arnasoyning balig'i gastronomik turizm imkoniyatlaridan so'z ochadi. Umuman hudud aholisining yashash tarzi ham o'zgacha va bu ayniqsa xorijiy sayyohlarni qiziqtirishi tabiiy. Birgina o'tgan 2025-yilda viloyatga 512 ming nafar xorijiy sayyohlar tashrifi kuzatilgan. Bu 2017-yil bilan solishtirganda 18 barobarga ko'p degani. Bu solishtirmani mahalliy sayyohlar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 2017-yilda viloyatga bor yo'g'i 40 ming nafar mahalliy sayyohlar kelgan bo'lsa, o'tgan yilda bu raqam 1 million 600 ming tani tashkil etdi. Demak, bu boradagi ko'rsatkich 40 barobarga oshganini ko'rish mumkin. Bu albatta o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Prezidentimizning sohani yanada rivojlantirish yo'lidagi tashabbuslari ortidan hududlarda zamonaviy turizm infratuzilmasi yaratilyapti. Buning uchun tadbirkorlarga qator imkoniyatlar taqdim etilmoqda. E'tiborlisi investorlar tomonidan so'nggi 8 yilda viloyatda umumiy qiymati 200 million AQSh dollarlik 157 ta yirik turizm yo'nalishidagi loyihalar ishga tushirildi. 1,5 mingdan ortiq aholi ish bilan ta'minlandi. Mavjud salohiyatni hisobga oladigan bo'lsak, hududda hali to'liq ishga solinmagan imkoniyatlar ko'p. Prezidentimizning joriy yil 30-yanvardagi 2026-2027 yillarda Jizzax viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori bilan ana shu imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish istiqbollari belgilab berildi. Jumladan, xizmatlar va turizm yo'nalishida Arnasoy, Baxmal, Zafarobod, Forish va Sharof Rashidov tumanlarida 5 ta yirik turizm komplekslari hamda turizmga ixtisoslashgan 25 ta mahallada turizm xizmatlari va obyektlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Yuqoridagi topshiriq bo'yicha biz o'zimizga yo'l xarita qilib oldik. Bugungi kundagi holat bo'yicha Zafarobod tumani Lolazor mahallasi hududidan 115 gektar yer maydonida turizm kompleksini tashkil etish bo'yicha joylari aniqlangan. O'sha joy bo'yicha hozirgi kunda o'sha hududni turizmni rivojlantirish bo'yicha master rejasi ishlab chiqilmoqda. Sharof Rashidov tumanida Ko'rpasoy mahallasida 35 gektar yer maydoni tanlab olingan. Ushbu yer maydonida ham turizm kompleksi, ya'ni turizm kompleksi deganimizda sanatoriya, sog'lomlashtirish markazi, joylashtirish vositasi, kemping zonalari, piknik zonalarida tashkil etish nazarda tutilgan. Bundan tashqari G'allorol tumanida tanlab olingan biz Amir Temur darvozasi deb ataymiz. O'sha Amir Temur darvozasi hududida 602 gektar yer maydonida turizm kompleksini tashkil qilish berilgan. Bu turizm kompleksini tashkil qilishda master rejasini turizm qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilib, o'sha master rejaga asosidan Sanzar daryosi bo'yida turizm va xizmat ko'rsatish loyihalari amalga oshiriladi. Maftunkor va puruqor tog' tabiati, keng bog'lari, samimiy insonlar bilan mashhur Baxmal tumani ham keyingi yillarda sayyohlarni o'ziga ko'proq rom etayotgan manzillardan biri sanaladi. Qish yoki yoz bo'lsin, bugun Oyqor tog'i bag'rida ko'plab sayyohlarni uchratasiz. Ushbu hududda ham endi zamonaviy talablarga javob beradigan, aholi va sayyohlar uchun qulay bo'lgan kompleks turizm infratuzilmasi yaratiladi. Aynan mazkur qaror bo'yicha biz Baxmal tumanida juda katta chora-tadbirlar amalga oshmoqda. Xususan Novqota, Qutlug'obod, Nushkent, Mo'g'ol, O'rmonchi va Muzbuloq mahallalarini turizm mahallasiga aylantirish, aholi bandligini ta'minlash, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va turistlar oqimini oshirish bo'yicha muhim vazifalar belgilandi. Shuningdek, Baxmal tumanining salohiyati yuqori bo'lgan Muzbuloq mahallasi yirik turizm klasteri tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun Baxmal o'rmon xo'jaligi va Zomin Baxmal davlat qo'riqxonasi hududida joylashgan Boyqo'ng'ir hududida 19 gektar yer maydon tanlab olingan. Tanlangan ushbu hududda zamonaviy o'sha turizm klasteriga xos bo'lgan 19 gektar uchun xususan har xil ko'ngilochar maskanlar, dor yo'llari, zipline, workout va o'sha turistlar uchun dam olish imkoniyatlari, amfiteatrlar, paraplan maydonlari, xususan turizm klasteriga xos bo'lgan barcha turizm imkoniyatlari eng oxirgi yuqori standartlarga moslashtirilgan mehmonxonalar va o'shanga o'xshash xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etiladi. Mazkur turizm klasteri nafaqat hududning tabiiy go'zalligini namoyon etadi, balki iqtisodiy jihatdan ham tuman uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Eng muhimi, ushbu tashabbus mahallalarni kompleks rivojlantirish, aholini kambag'allikdan chiqarish, Baxmal tumanining turizm brendini shakllantirishga xizmat qiladi deb umid qilamiz. Aytish kerak, xushmanzara Zominning ham turizm imkoniyatlari hali ko'p.
Masalan, tog' bag'ridagi qishloq yoki mahalla fuqarolar yig'inlari hududida o'rmon agentligi balansida bo'lgan o'rmon bilan qoplanmagan yer maydonlari mavjud. Endi ana shu joylardan ham samarali foydalanish hisobiga turistik zona tashkil etiladi. Darvoqi Zomin tumani Dashtabod bekati nomi ham Zomin turizm bekati nomiga o'zgartiriladi. Yana bir muhim jihat, joriy yildan Zomin tumanida turizmni yanada rivojlantirish maqsadida kattagina loyihalarga qo'l urilayotganidir. Aytish mumkinki, tumanimizdagi Duoba qishloq fuqarolar yig'ini va Qayirma mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 81.7 gektar bo'sh yer maydonida 495 ta xizmat ko'rsatish obyektlari, shundan 220 ta savdo va umumiy ovqatlanish, 30 ta maishiy xizmat ko'rsatish va 245 ta uy mehmonxonalarini tashkil qilish orqali turistik zonaga aylantiriladi. Viloyatning yana bir o'ziga xos turistik lokatsiyasi bu Aydar Arnasoy ko'llar tizimidir. Shu vaqtgacha asosan baliqchilik uchun manba sifatida qaralgan mazkur ko'lda bugun plyaj turizmi jadal rivojlantirilyapti. O'tgan yili tamomila yangicha imkoniyatlar bilan ishga tushirilgan Baxtli mahallasiga qarashli Aydarko'l sohilida cho'milish va quyoshda toblanish zonalari tashkil etilgan. Hududda 200 o'ringa mo'ljallangan yil davomida xizmat qiladigan sanatoriy, kapsulali mehmonxonalar joylashtirilgan. Eng muhimi, bu ishlar ortidan xizmat ko'rsatish rivojlantirilyapti. Mahalliy aholi, ayniqsa yoshlar ish bilan ta'minlanmoqda. Aydarko'l Resort mehmonxonasida resepsiyon administrator bo'lib ishlayman. Yaqinda mehmonxonamiz noyabr oyida ochildi. Ochilish marosimidan keyin ishga o'tdim. Arnasoyda o'zgarishlar hozirgi vaqtda juda ham ko'p. Ayniqsa aytib o'tishimiz kerak bo'lgani mehmonxona ochilgani. Bu mehmonxonada hozirda o'zim qatori yoshlardan anchasi ish bilan ta'minlangan, shu jumladan o'zim. Bu o'zgarish hammaga juda katta yordam berdi deb o'ylayman, chunki shu vaqtgacha hamma o'zimizning rayondagilar boshqa viloyatlarga, masalan, katta shaharlar Samarqand va Toshkentga borib ishlashgan. Endi esa o'zimizda ishlash imkoniyatlari mavjud. Chet tilini biladigan yoshlarga imkoniyatlar ko'paydi. Masalan, o'zimizni mehmonxonada o'zim til bilganim uchun ishga kirganman. Nafaqat mahalliy, balki xorijiy mehmonlar ham ko'p tashrif buyurishyapti. Ko'l tabiatidan bahramand bo'lish istagidagi sayyohlar soni ko'paygani sabab bugun mahallaning o'zida ham uy mehmonxonalari soni ko'paymoqda. Bu savdo va xizmat ko'rsatish yo'nalishida yangi loyihalarni ishga tushirish va yangi ish o'rinlarini tashkil etishga xizmat qiladi. Bizning mahallamizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. 2024-yil, 25-yilga solishtirganda savdo shoxobchalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, uy mehmonxonalari, ayniqsa uy mehmonxonalariga juda katta urg'u berildi. Kecha yaqinda turizm qo'mitasini mablag'laridan mana shu bugunga qadar 20 dan ziyod uy mehmonxonalari tashkil qilindi. Hozirgi kunda sayyohlar oqimi ko'paygandan mana shu Navro'z qo'rg'onimizda 8 ta umumiy ovqatlanish shoxobchalarimiz bor. Mana qish bo'lishiga qaramasdan hozir mahalliy turistlarimiz shanba, yakshanba dam olish kunlariga juda oqim kuchli. Turistlar kelishi yaxshi. 2026-yilga men o'zimga reja qilib olganman. Mana shu turizm yo'nalishida mana shu ko'lga kelish yo'lida men savdo shoxobchalari, keyin hunarmandlar markazi tashkil etib, mana shu yerda oddiy misol hunarmandlar markaziga 50 dan ortiq hunarmandni jalb qilib 50 ta ish o'rni yaratmoqchiman. Undan tashqari savdo shoxobchalarida tashkil etib 200 dan ziyod tadbirkor tashkil qilmoqchimiz. Hududga tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimini yanada oshirish maqsadida sohildagi aeroport imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Prezident qarorida ham 2026-2027 yillarda Birlashgan Arab Amirliklaridagi hamkorlar bilan 11 million AQSh dollar miqdoridagi investitsiya hisobiga Arnasoy aeroportini kengaytirish nazarda tutilgan. Xorijiy va mahalliy sayyohlarga shart-sharoitlar yaratish maqsadida Arnasoy tumani salohiyatidan kelib chiqib 2025-yil davomida Arnasoy tumani ko'l bo'yi hududida aerodrom qurish ishlari boshlangan. Hozirgi kunda yer kovlash, asos diafragrammasini qurish, qum shag'al aralashmasidan asos qurish ishlari, birinchi qatlam yirik donali avtobeton qorishmasi yotqizish ishlari to'liq yakunlangan. Yo'lak chetki qismlari, himoya qismining yerni tekislash, zichlash ishlari, qum shag'al aralashmasini yotqizish ishlari 100% ga yakunlangan. Obyekt hududida vertikal tekislash 95% ga bajarilgan bo'lib, tuproq ko'tarma va asos diafragrammasini qurish ishlari, qum shag'al aralashmasidan asos qurish ishlari 100% ga bajarilib tugatilgan. Birinchi qatlam yirik donali avtobeton qorishmasi yotqizish ishlari to'liq 100% ga
yakunlangan. Hozirgi kunda ushbu obyektda 4 dona mashina mexanizmlar ishlamoqda, jumladan 1 dona ekskavator, 2 dona avto samosval, 1 dona katok va 10 nafar ishchi xizmatchilar faoliyat ko'rsatmoqda. Bu kabi manzillarga sayyohlar oqimini ko'paytirishda transport xizmatini yaxshilash yaxshi samara beradi. Bu borada yana bir yangilik sifatida hududga temir yo'l tarmog'i ham tortilayotganligini alohida qayd etish lozim. Aniqrog'i Jizzax Gagarin yo'nalishidagi temir yo'l liniyasining Do'stlik tumanidan o'tuvchi qismidan Aydarko'l sohiliga qadar yangi temir yo'l quriladi. Mazkur temir yo'l masofasi 39 kilometrni tashkil etadi. Ko'l bo'yida yaratilgan infratuzilma hududga keluvchi sayyohlarning yanada ko'payishiga xizmat qiladi. Muhimi mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish kerak xolos. Shu kabi sohil bo'yi dam olish maskani mazkur ko'lning g'arbiy tomoni, ya'ni Zafarobod tumani hududiga qarashli ko'l bo'yida ham tashkil etish rejalashtirilgan. Loyihamiz jami 207 gektarga tashkil qiladi. Hozir men ko'rib turgan sanatoriyamiz mehmonxona tipidagi, shundan yana yoniga 2-3 ta master rejasi ishlab chiqiladi. Shu tipga yaqinroq qilingan holda yangi master reja bo'yicha ishlar boshlanadi. Mana qarorimiz chiqdi, yurtboshimizga rahmat. Ishlar boshlanish arafasida. Bu yerga mana kelayotgan aeroportdan sayyohlar to'g'ridan to'g'ri o'sha Samarqand, Toshkent, Xorazmdan to'g'ridan-to'g'ri kelishi belgilanyapti. Yanada bunga talab bor. O'zbekiston hududida bu Aydarko'lga o'xshagan ko'l mavjud emas. Bu ko'limiz o'sha Yevropadagi, Turkiyadagi o'sha katta dengizlardan qolishmaydi. Xorijiy sayyohlar qiziqishi qay darajada oshyapti? Xorijiy sayyohlarning o'zi bizni respublikamizga qiziqishi oshyapti. Mana bizni oldingi loyihalarimiz, shu Zomindagi loyihalarimizni davom ettirgan holda Arnosoy bo'ldi. O'sha Jizzaximiz asosiy trassani o'rtasidamiz. O'sha Toshkentdan harakatlangan odam, o'sha Samarqand, Buxoroga ketayotgan mehmonlarni, turistlarni shu o'zimiz Jizzaxda 2 kun, 3 kunga olib qolish bizning asosiy rejalarimiz. Bu yerda endi suv bo'yida plyajlardagi xizmatlarimiz, o'sha attraksionlarning hammasi bo'ladi. Undan tashqari mana kirib kelishimizda Navruz mahallamiz, shu mahallani o'zini master rejasini ishlab chiqib, alohida bir etno qishloq yo bo'lmasa zamonaviy qishloq, hozir 2-3 ta variantni ko'rib chiqyapmiz. Yana 1-2 yildan keyin kelsangiz yana tanimaysiz. Shu qarorga asosan Zafarobod tumanida 115 gektar yer maydoni belgilandi. Hozir u yerda ishlar boshlandi. U 115 gektar yerda tuman hokimi zaxirasiga qaytarilib, o'shani master rejasi ishlab chiqilib, lotlarga bo'lib, o'sha tadbirkorlar tomonidan u yerda yana bitta shunaqa plyaj turizm xizmati tashkil qilinadi. Zafarobod tumanidagi manzilimizda 200-300 odam ishli bo'ladi. Kamida bir kunda o'sha 1000-1,5 ming odamga xizmat ko'rsatishni maqsad qilib olganmiz. O'sha bo'yicha ishlayapmiz. Hozir loyiha ishlari boshlangan. Bugun cho'l bag'ridagi Arnasoyda ishga solinmay kelgan salohiyatni mavjud imkoniyatlar asosida harakatga keltirishga qaratilgan katta tashabbuslar o'z natijasini beryapti. Buning hisobiga ko'plab sohalar qatorida turizm ham jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa mahalliy aholi bundan manfaat ko'ryapti. Endi ko'lga eltuvchi yo'l bo'ylarida, unga tutash manzillarda yangi mehmon uylari, dam olish maskani, savdo servis obyektlari yana ham ko'payadi. Odamlarning daromadi ortadi. Mana yaqindagina muhtaram prezidentimizning qarorlari asosida Jizzax viloyatiga juda bir katta imkoniyatlar yaratib berdi. Ayniqsa bizni mana shu biz Arnasoyliklarni juda quvontirgani, bizni Arnasoyga shuncha bir muhtaram prezidentimizning e'tiborlari tufayli yana ham chekkada qoldirmasdan 60 milliard pul ajratdi. Bu kambag'allikni qisqartirish hamda ishchi o'rinlarini ko'paytirishga asosiy yo'naltirilgan. Albatta biz Arnasoyliklar bundan juda quvonamiz. Chunki men qariyb 50 yildan buyon shu Arnasoyda yashayapman-da. Shu Arnasoyda yashaganimdan men to'g'risi juda xursandman. Chunki bizni Arnasoyimizda oldin faqat shu dalada ishlab odamlarni bir oshakalla kasasi oxiriga yo'q edi-da. Mana hozirgi kunga kelib eng oddiy bir misol ko'l, bizda ko'l bor edi-da. Shu ko'lga hech kim e'tibor bermagan. Muhtaram prezidentning shaxsan o'zlarining e'tiborlari bilan shu yerda katta turizm kompleksi qurildi. Aeroport qurildi. Temir yo'l olib kelinmoqchi. Muhtaram prezidentimizning e'tiborlarini xalqimizga tushuntirib, mana shu narsalarni qadriga yetishimizni biz xalqimizga tushuntiryapmiz. Arnasoy xalqini dunyoqarashi mutlaqo o'zgargan hozir. Ishlashga, yashashga shunday ishtiyoqi bilan.
chunki bunday sharoitda, bunday imkoniyatda, bunday muhtaram prezidentimizning e'tiborlari shunday bir arnasaga bir bo'lakcha bo'lgan paytda albatta odamlar, xalqimizning kayfiyati juda bir ko'tarinki. Sohada ishga solinmagan imkoniyatlar hali ko'p. Rejaga ko'ra joriy yilda viloyatga xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimini yana 10% ga oshirish maqsad qilingan. Buning uchun tog'li hududlarda ham istiqbolli rejalar ishlab chiqilib, ularning amaliy ijrosi boshlangan. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbarining qaroridan so'ng viloyatning turizm imkoniyatlari yanada ortadi. Bu hudud iqtisodiyoti istiqboli uchun juda muhim sanaladi.